Tafsir suhbatlarimizni davom ettiramiz. Demak, Naml surasining 20-oyatiga yetib kelgan edik. Biz kechagi suhbatimizda Davud va Sulaymon alayhissalomlar haqida gaplashdik. Demak, Davud va Sulaymon alayhissalomlar Allohning mahbub payg'ambarlari, nabiylari, rasullaridir. Va ularga Alloh taolo ko'pgina inomlar bergan edi. Nima inomlar edi? Birinchisi nubuvvat. Ilm dedik. Ilmning eng kattasi bu nubuvvat va risolatdir. Undan keyingi ularga mulk bergan edi, podshohlik bergan edi. Bir vaqtning o'zida ham payg'ambar edilar, ham podshoh edilar. Bunaqa bir vaqtning o'zida ham payg'ambarlik, ham podshohlik bir yerga kelgan payg'ambarlar juda ham kam. Ham podshohlik, ham payg'ambarlik. Alloh subhanahu va taoloni o'zining hikmatiki payg'ambarlarni turli soha vakillari ichidan tanlab olurgan. Ba'zi payg'ambarlar bo'lgan, nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'xshagan savdogar bo'lganlar. Ba'zilari bo'lgan tabib, kuchlik mohir tabib bo'lishgan. Ba'zilari esa duradgor bo'lishgan, ba'zilari esa temirchi bo'lishgan va hokazo va hokazo. Demak, kishini Allohga yaqin bo'lishlik uchun uning kasbi muhim emas. Kasb halol bo'lsa yetarki, Allohga yaqin bo'lishlik uchun kasb yoki mol dunyo muhim emas. Nabiy alayhisolatu vassalam faqirlikni yaxshi ko'rardilar. Ya Robbi, meni faqir yashatgin, faqir o'ldirgin dedilar. Faqir jonimni olgin dedilar. Yoki umri kasallik bilan o'tib ketgan payg'ambarlar bo'lgan. Va hokazo va hokazo. Demak, bu payg'ambarlarni turli kasblar, turli mahoratlar, turli sohalar ichidan olishligi ana o'sha sohadagi kishilarga bir dalda, bir ibrat. Bu payg'ambarlar esa Davud va Sulaymon alayhissalomlar esa Alloh taolo ularga demak payg'ambarlik bilan birga mulkni ham qo'shib bergan kishilar edi. Va yana shu bilan birga ularga jinlarni Alloh musahhar qilib bergan edi. Shamollarni musahhar qilib bergan edi. Va Davud alayhissalomni nima deyshadi? Temirchilarning piri deyshadi. Eshitganmisizlar? Temirchilarning piri. Chunki Qur'oni Karimda va alanna lahul hadid deydi. Alanna lahul hadid. Biz unga temirni yumshoq qilib berdik. Ya'ni uning mo'jizasi shunda ediki, uning uchun po'latlar, uning uchun katta temirlar nima yumshoq edi. Xohlagan shaklga keltira olardilar. Shuning uchun temirchilarning piri kim deyshadi? Davud alayhissalom deyshadi. Duradgorlarning piri kim? Nuh alayhissalom deyshadi. Ana shunday. Piri degani ya'ni shu sohaning eng kattasi. Xo'p. Ana shunday mulklar berilgan edi. Demak, Sulaymon alayhissalom esa mana bu Alloh taoloning ne'matlarini o'zimdan, mening zakovatimdan, mening qudratimdan dermadi? Yo'q. Va qala alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin deb timmi Alloh subhanahu va taologa shukr aytishar edi. Xo'p, endi hozir ustida turganimiz, biz yetib kelganimiz oyatda Alloh subhanahu va taolo ana shunday deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Demek Süleyman aleyhisselam aytganimizdek ham payg'ambarlar, ham davlat boshlig'i, podshohdirlar va bir vaqtning o'zida oldin podshohlar ham nima harbiy qo'mondon ham bo'lishgan. Harbiy qo'mondon. Bugungi kunimizda kelib davlatchilik biroz o'zgardi. Harbiy qo'mondon boshqa, podshoh boshqa, prezident boshqa, vazir boshqa. Lekin oldin podshohlikni asosiy amali, asosiy ishi bu qo'mondonlik bo'lgan. Demak, Sulaymon alayhissalom ham harbiy qo'mondon edilar. Bir kuni lashkarlarini ko'zdan kechirayotib, askarlarini ko'zdan kechirayotib, hudhudni qidirib qoldilar. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
Faqala ma li la ara al-hudhud. Tafaqqada degani tatallaba ash-shay'a va ma'rifata ahvalihi. Bir narsani izlash, uni holidan xabar olishni istash. Demak, bir narsani holidan xabar olishlikni istash, uni qidirish. Tafaqqada at-tayra. Bir qushni qidirdilar. Demak, aytganimiz Sulaymon alayhisalomga "Ullimna mantiqat tayri" degandilar o'tgan suhbatimizda. Ey insonlar, bizga payg'ambar avlodi men va otamga nima ta'limi berildi? Ullimna mantiqat tayr. Qushlarning tilini bilishlik bizga ilmi berildi degandilar. O'shaning uchun demak u kishini otryadida deymiz, qo'shinida qushlar otryadi bor edi. Va qushlar ham anvo va ashkor. Bir qancha turi bor, bir qancha navi bor. O'shandan bir qushni qidirib qoldilarda, u hudhud ekan. Aytdilarki, "Maliya la aral hudhuda." Menga nima bo'ldiki, hudhudni ko'rmayapman. Borga o'xshuvdi, shutlarda yuruvdi. Lekin hozir safda ko'rinmayapti. Mali la ara. Mali degani bu yerda mallazi hala bayni va bayna ru'yatil hudhud. Men bilan hudhudni o'rtasini nima to'sib turibdi? Mali. Am kana min al-ghaibin. Yo o'rtasini bir narsa to'syapti yoki u haqiqatda yo'q. Ya'ni safi orasida qolib ketdimi? Men ko'rmayapmanmi? Yoki nima? Yoki haqiqatda yo'qmi u? Dedilar. La u'azibannahu 'azaban shadidan aw la azbahanna. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, agar g'oib bo'ladigan bo'lsa, nima qilaman? Bilib qo'ysinki, hali men uni ko'rsataman dedilar. Uni qattiq azobga tortaman. Aw la azbahannahu. Yoki uni so'yib yuboraman. Aw la ya'tiyanni bi sultonin mubin. Yoki meni oldimga bir o'zbek tilida nima deydi? Bir jo'yali bir sabab olib keladi dedilar. Bi sultonin mubin, bu yerda jo'yali bir sabab. Yo uzursiz yo'q bo'ldi. Agar uzursiz yo'q bo'lgan bo'lsa, kunni ko'radi. Yoki balki uzurlidir, men bilmagandirman. Agar uzurli bo'lsa, xo'p. Lekin oldin izn so'raganmidi yo'q, izn so'ramagandi. Ana shuning uchun uni qidirib qoldilar. Hop, famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Shunda hudhud darrov shoshib pishib kelib qoldi. Famakatha ghayra ba'idin degani uzoqdan turib shoshib keldi. Va aytdiki, ahattu bima lam tuhit bihi. Ey Sulaymon alayhisalom, bir qoshiq qonimdan keching. Ahattu bima lam tuhit bihi. Ahata yuhitu. Fe'li nima? O'rab, qamrab olmoq, ihota qilmoq. Bu yerda ihota ko'pincha bir narsani ipidan ignasigacha o'rganish, ipidan ignasigacha bilishga ishlatiladi. Ey Sulaymon alayhisalom, men sizni bilmagan narsangizni bildim. Sizga bir xabar olib keldim. U xabarni lekin siz bilmas edingiz. Ana shuning uchun kech qoldim, ana shuning uchun ko'rinmadim. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Men Saba qabilasining ochiq oydin bir ma'lumotini, muhim bir xabarni olib keldim dedilar. Tushunaliga? Nima u xabar? Qanday u xabar? Saba bu Yamandagi o'zi qabilaning nomi. Qabilaning nomi Saba ibn Yushjab ibn Ya'rub ibn Qahton degan aslida bir qabilaning nomi. Lekin keyinchalik bu Sabadagi bir qishloqqa nom qilib qo'yilgan. Qayerda ekan demak? Yamanda. Voqealar o'zi qayerda bo'lyapti? Lakatsani bilib olaylik. Lakatsa Sulaymon alayhisalomning mamlakatlari, podshohliklari hozirgi Quddusda. Quddus deymiz. Yahudilar Yerushalim deydi, Yerushalim deydi. Ana shu yer. Bu voqea qachon sodir bo'lyapti? Bu voqea miloddan avvalgi 10-asrda sodir bo'lyapti. Miloddan avvalgi 970-930-asrlar
yillar orasida bo'lyapti. Demak, milodga hozir qancha bo'ldi? Milodgacha 2024 yil bo'ldi. Milod degani milodil Masih. Masih alayhisalomni tug'ilgan yillardan yangi asr, yangi dunyo boshlangan deydi masihiylar. Va undan oldin esa yana 10 asr. Ya'ni 1000 yil qo'shasiz. Demak, qancha bo'ladi? 3024, 3000 yildan oshiq, 30 asrdan oshiq bir hikoya. Demak, Baytul Maqdisda bo'layotgan ishlar. Endi Yaman esa qayerda? Bu kamida 5000 yil, 5000 kilometr uzoqlikdagi bir joy. Saba. Hudhud nima dedi? Men siz bilmagan bir ma'lumotni olib keldim. Sabo ahlidan bir muhim xabar olib keldim. Nabaun bilan xabarunni farqini aytdik o'tgan darslarda ham. Nabaun, xabarun mutlaq ma'lumot, voqelikda sodir bo'lgan ish, hodisa. Nabaun esa u ham voqelikda bo'lgan ish, hodisa-yu, lekin o'ta ahamiyatlik, strategik ahamiyatga ega deydi. Yoki siyosiy ahamiyatga ega. Bu aqidaviy ahamiyatga ega bir ma'lumot. Nabaun demak, xabardan bitta afzalligi bor. Nabaun degani nima? Muhim xabar. Har qanday xabar emas. Men sizga Sabo ahlining muhim bir xabarini olib keldim. Ana shuning uchun safda ko'rinmagandim edi. Xo'p, Sulaymon alayhisalom nima dedilar keyin? Hudhud gapida davom etib aytdiki, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum va utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yasjudun fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allohu la ilaha illa huwa robbul arshil azim. Hudhud aytdiki, Sabaning qanday muhim ahamiyati bor desa, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Men borib qarasam, ularni bir podshohi bo'lgan bir qabila ekan. Lekin u podshoh kim? Ayol kishi. Inni wajadtu imra'atan. Bir ayolni ko'rsam, u Saba ahlining malikasi o'sha ekan. Va utiyat min kulli shay. Juda rohat farog'atda yashayaptilar. Utiyat berildi unga min kulli shay, har bir lozim narsa. Unga o'zining mamlakatini bemalol boshqarishlik uchun, ra'iyatini farovon yashatishlik uchun barcha imkoniyatlar unga berilgan. Aql, zakovat, yerning hosildorligi, atrofining chiroyligi, insonlarning aql xushli ekanligi. Qo'yingki, bir podshohlik uchun nima kerak bo'lsa, unga barcha narsa berilgan. Va yana walaha arshun azim. Va yana una buyuk bir nimasi, arshisi bor ekan. Ya'ni kursisi bor ekan, taxti ravoni bor ekan. Juda ham qimmatbaho toshlar bilan bezalgan, juda ham qimmatbaho turadigan bir taxti ravoni ham bor ekan dedi. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi. Endi muhim joyi shuki, men uni ham, uning qavmini ham quyoshga ibodat qiladigan, quyoshga sajda qiladigan qavm deb ko'rdim. Min dunillah, Allohni qo'yib. Ular nima qilishar ekan? Barcha farog'at, rohatda yashasalarda, uning ne'matini, shukrini ado qilmasdan, Allohga shukr etmasdan, balki quyoshga ibodat qilar ekanlar. Va zayyana lahumush shaytonu a'malahum. Shayton ularni bu ibodatlarini butlarga yoki quyosh timsolidagi sanamlarga ibodat qilishlikni nima qildi? Zayyana lahum. O'shani zinatli qilib ko'rsatibdi, qalblariga xush kelibdi. Fasaddahum anis sabil, va ularni haq yo'ldan to'sibdi. Fahum la yahtadun, natijada ular hidoyatda emaslar. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi. Hozir tarjimasini avval o'tib olamiz. Demak, ular Allohga sajda qilmaydilar. Chunki shayton nima qildi? Qalblariga ularni quyoshga ibodatini zinatli qilib ko'rsatgan.
Allohga ibodat qilmaslikni zinatli qilib ko'rsatdi. Alloh u zot kim edi? Yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi. Osmonlarda yu yerdagi bo'lgan maxfiy narsalarni, yashirin narsalarni chiqaradigan, uni ravshanlashtiradigan, undan biror bir narsa maxfiy qolmaydigan zot-ku. Unga ibodat qilmasdan ular bir bor bo'lib, bir yo'q bo'ladigan, bir bulutlar to'sib, bir to'smaydigan quyoshga ibodat qilib o'tiribdilar. Khab'un mahbu'un ma'nosida. Ya'ni yashirin, maxfiy degan. Yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi degani yukhriju ya'ni yuzhiru. Osmonlarda va yerdagi narsa unga maxfiy qolmaydigan zot demoqchilar. Va ya'lamu ma tukhfuna va ma tu'linun. Va u zotiki sizlarni ham, nafaqat yerdagi osmonlardagi, sizlarni ham qalbingizda bo'lsin, yashirganingiz, tilingizda bo'lsin, aytganingiz barcha narsani bilib turuvchi zotdir. Allohu la ilaha illa huwa robbul arshil azim. Alloh u zotiki undan o'zga iloh yo'q. Na quyosh, na oy, na boshqasi ilohdir. Va ana o'sha zotki buyuk arshning sohibi ana o'sha. Buyuk taxti ravonning sohibi o'sha. Bu Bilqisning taxti Allohning arshi, Allohning maxluqotlari oldida hech narsadir. Dedi. Hop. Demak bu Saba podshohligi, Saba saltanati va uning podshohi haqidagi Hudhudning olib kelgan xabari edi. Buni mufassirlarimiz kim edi deyilsa, Bilqis binti Sharohil ibn Malik ibn Rayyon deyshadi. Demak, Saba malikasining ismini buyuk barcha deyarli mufassirlarimiz Bilqis binti Sharohil deyshgan. Otasidan qolgan edi bu molu davlat. Hop. Mana bu yerda Imom Zamaxshariy rahmatulloh alayh bir go'zal bir gapni aytadilar. Kashshaf sohibi Imom Zamaxshariy aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo Hudhudning qalbiga bu ma'lumotlarni soldi va uni Sulaymonga aytishlikka ilhom qildi dedilar. Sulaymon alayhissalomga berilgan eng katta nima edi? Ilm edi. To'g'rimi? Nimada suraning boshida nima dedi? Va laqad atayna Davuda va Sulaymana ilma dedi. Ilm berdik dedi. Va haligi insonlarga ham nima dedi? Ullimna mantiqat tayr dedi. Bizga barcha ilmlar va qushlar tilini ham bilishlik o'rgatildi. Endi kelib Hudhud nima deyapti? Ahattu bima lam tuhit bihi deyapti. Ey Sulaymon alayhissalom, Alloh sizga ilm bergandir, boshqa bergandirki, lekin Alloh taolo menga ham bitta ilm berdi. Shunday ilmiki, uni siz bilmaysiz. Bu katta gap. To'g'rimi? Podshohga ham payg'ambarga kelib, siz bilmaydigan narsalaringiz ham bor deb qo'yapti-da bu. Shunga sohibi Kashshaf aytadilarki, Alloh taolo bu Hudhudning qalbiga bu ilmni soldiki, tanbihin ala anna fi adna khalqihi va ad'afihi man ahata ilman bima lam yuhit bihi litatahaqara ilayhi nafsuhu va yatasaghara ilayhi ilmuhu. Sulaymon alayhissalom nahamga berilgan ne'mat ham ulamolarimiz aytgandek, har bir narsaning imtihoni berilgan narsaning jinsidan bo'ladi. Ba'zi bir kishilarga mol davlat berilsa, molidan sinaladi. Ko'p farzand berilsa, farzanddan sinaladi. Yoki bir kuch, quvvat berilgan bo'lsa, o'sha yerdan sinaladi. Sulaymon alayhissalomni ham Alloh taolo bergan narsasi bilan sinadi. Unga ilm berilganda, Sulaymonga ilm berdik dedi, lekin bitta qush kelib nima qilyapti? Sulaymon alayhissalom bilmagan narsalarni aytayapti. Ki nima qilishlik uchun? Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo bergan ilm barcha ilm emas, bir bo'lak ilm.
Yana bundan boshqa yana ilmlar borki, Alloh taolo yana o'zining istagan bandalariga bildirib qo'yishi mumkin. Ayni hikoyaning o'xshashi kim bilan sodir bo'ladi? Ha, o'tgan Ramazonda aytganimiz Musa alayhisalom bilan Xodir alayhisalom o'rtasida. Nima dedilar? Musa alayhisalom Kaf surasida nima deydi? Allimna nima deydi Kaf surasida? Khubra. Ha, va allamnahu min ladunna ilma deydi. U Xodirki, bir solih kishiki, biz unga o'z ilmi laduniyimizdan bir ilm bergandik. Keyin nima dedilar Musa alayhisalom? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Musa alayhisalom payg'ambar. U kishidan ham katta ilm sohibi bo'ladimsa bo'lar ekan. Demak, Alloh subhanahu va taolo ba'zida payg'ambarlarga bermagan ilmni ba'zida nima? Oddiy bir kishilarga berib qo'yishi mumkin yoki oddiy bir hayvonga berib qo'yishi mumkin. Demak, Sulaymon alayhisalomni ham hovurlardan tushirishlik uchun nima qilganda Alloh taolo Hudhudga bir ilm berdi-yu, u kelib endi Sulaymon alayhisalom oldida maqtanyapti. Va haqqo lahu zalik. Maqtanishga haqli. Aytdiki, shuning uchun aytdiki, ahattu bima lam tuhit bihi. Ey Sulaymon alayhisalom, men siz bilmagan narsani xabarini olib keldim dedi. Xo'p. Endi Sulaymon alayhisalom nima dedilar? Hudhudni eshitib, sen bir qush, hali menga aql o'rgatasanmi? Odam qolib endi qushdan aql o'rganishim qoluvdi. Qani bu yoqgacha dedilarmi? Yo'q, aytdilarki, nima dedilar? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Qani ko'ramiz. Rost so'zladingmi yoki yolg'on so'zladingmi? To'g'ri, sen olib kelgan ma'lumot menda bo'lmashi mumkin, lekin uni tasdiqlatib olish, uni tekshirib olishlikka kuchim yetadi. Shuning uchun hech Hudhudga yomon gapirmadilar-da, bo'pti, bitta tekshirib ko'ramiz dedilar. Chunki Sulaymon alayhisalom o'zlarining mamlakatlarini podshohlari edi. Butun dunyoni emas. Yahudlar boshqalarning da'vosi borki, butun dunyoni podshohi edi deydi, boshqa deydi. Unday emas. Balki Sulaymon alayhisalom ham o'zlarini o'sha hozirgi Baytul Maqdisda, hozirgi Quddusning podshohi edilar va o'sha yerdagi Alloh taolo bildirgan narsasini bilar edilar. Demak, Sulaymon alayhisalom bildilarki, bir xalqlar bor, hali iymonga kelmagan. Bir xalqlar bor, quyoshga, yulduzga sig'inib yuribdi. Demak, u kishi esa payg'ambarlar. Payg'ambarlarning eng birinchi vazifasi dinni yetkazish. O'shaning uchun darrov shuning ketiga tushdilar. Aytdilarki, sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Qani ko'ramiz, to'g'ri aytdingmi yoki yolg'on aytdingmi? Bu yerda nazarul aqli, nazarul ayni emas, ya'ni o'ylab ko'ramiz. Ko'zimiz bilan ko'ramiz emas, balki o'ylab ko'ramiz. Izhab bi kitabi hadha fa'alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Aytdilarki, mana bu maktubimni olasanda borib ularga tashlab kelasan. Thumma tawalla anhum, ulardan chekinasan, fanzur madha yarji'un. Ko'rguncha ular bu maktubimga qanday munosabatda bo'lar ekanlar dedilar. Xo'p. Qalat ya ayyuhal mala'u deb bu yerda tafsir ulamolar aytgandek, balog'at ulamolar aytgandek, hazflar bor ba'zi bir. Qur'oni Karim qissalarining tabiati shuki, qissani hamma detallari aytilmaydi. Balki kishi o'zi o'qib, taxmin qilib olishligi mumkin bo'lgan detallar qoldiriladi. Faqatgina kishi tasavvuriga ega bo'ladigan va undan ibrat chiqara oladigan detallar eslanadi. Tushunaliga? Demak, boshdan oyoq, ikir-chikir, haligi Bilqisning qasri qanaqa edi, eshigi qayerdan edi,
u arshi necha metr edi, og'irligi qancha edi, necha pul turardi, hozir dollar shaxsan qancha bo'ladi, bular kerak emas. Faqatgina Alloh taoloning qissalarining mohiyati, ularni anglab, ulardan ibrat olgudek miqdorni aytishlik, tushunarlimi? Shuning uchun ulamolar bu yerda hozir bir qancha voqealar bo'lgan, mufassirlar uni o'zlari tarixiy hodisalarga, tarixiy faktlarga qarab aytishadi. Demak, Sulaymon alayhisalom bu yerda maktub yozadilar, ularni iymonga da'vat qilishlik uchun. U maktubni kim olib boradi? Hudhudning o'zi olib boradi. Kim bu ma'lumotni olib kelgan bo'lsa, o'sha odam yaxshiroq biladimi? Tamom. O'sha nima qiladi? Olib boradi. Aytdilarki, mana bu maktubni olasan, haliga Bilqisga olib borasan, unga tashlaysan va ko'rasan ularning reaksiyasi qanaqa bo'ladi. Keyin menga javob olib kelasan dedilar. Demak, haliga Hudhud maktubni oldi, Yamanga, Saboga bordi va u yerda maktubni haliga Bilqisga yetkazdi. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ana shunda demak Bilqisga maktub borgandan keyin o'qib ko'rdi-da, darrov atrofdagi o'zining mashvaratchilarini, maslahatchilarini chaqirdi. Aytdiki, ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ey jamoa, menga bir nima? Bir hurmatga sazovor, bir oliy maqomdan maktub keldi. Maktub tashlandi. Innahu min Sulaymon. U Sulaymondan ekan. Tabiiyki Sabo ahli bo'lsin, boshqa bo'lsin, Sulaymon alayhisalomning do'vrug'larini eshitishgandi. Buyuk podshoh bor shu tarafda, uning qo'lida jinlar bor, insonlar bor, boshqalar bor, uni bilishardi. Shuning uchun aytdiki, o'sha biz bilgan Sulaymon alayhisalomdan ekan. Innahu bismillahirrohmanirrohim alla ta'alu alayya va atuni muslimin. U yerda nima deb yozilgan? U yerda xat 150 xat, u yerda boshiga bismillahirrohmanirrohim deb yozilgan. Keyin nima deb yozilgan? Alla ta'alu alayya. Menga, mening davlatimga katta ketmanglar, mutakabbirlik qilmanglarda, darrov bo'yin egib kelinglar. Gaplashib olamiz, sizlarga aytadigan gapim bor, dedilar. Demak, maktub ana shu kichkina xatdan iborat edi. Zotan uni kim olib boradi? Hudhud olib boradi. Hudhudga nima? Katta narsa yozib bo'lmaydi. Oldin kabutarlar ham maktub tashash vazifasi yuklatilgan. Maktublar u biz o'ylagandagi katta bo'lmagan, bunaqa bo'lmagan. Balki kichkina bo'lgan, mana shunday bo'lgan bo'lsa. Shuncha bo'lgan. Demak, bizga Hudhud ham olib borgan maktub ana shuncha. Bismillahirrohmanirrohim. Alla ta'alu alayya va atuni muslimin. Zotan adresi biladi. Sulaymon alayhisalomni eshitishgan, hammasini bilishgan. Shuni aytdilar, yetadi. Xo'p. Demak, Bilqis oqila, hakima bir podshoh edi, malika edi. Ishni o'zi hal qilib yormasdi. Balki uning oqilligi shunday ediki, darrov uni nima qilardi? Mashvaratga, maslahatga solardi. Demak, Sulaymon alayhisalom aytgan gaplari ikkita. Bismillah dan keyin mutakabbirlik qilmanglar. Va meni oldimga oq bayroq ko'tarib kelinglar. Taslim bo'lib kelinglar. Keyin bu yerda sulh boshqa masalalarni gaplashib olamiz. Chunki Sulaymon alayhisalom ham biladilar-da, mana hozir menga kibr ketmanglar desalar, aynan ularning qo'shini aynan shu tarafdan zarba yedi. Qo'shin aytadiki, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ya ayyuhal mala. Mala nima degani? Ehtiromli jamoat. Ehtiromli mumkin nima deymiz? Ayollar, zodagonlar, ishning egalari, vazirlar, boshqalar. Mala deb shuni aytadi. Aftuni fi amri. Bu ishda menga nima qiling? Javob bering. Fatvo bering demaymiz, balki nima qiling? Bu ishning javobini aytingchi. Ma kuntu qati'atan amran. Mening odatim shu. Bilasizlar, ma kuntu qati'atan amran. Biror bir ishni men qat'iy qilib shunday bo'ladi deb aytmayman o'z fikrimcha.
Toinki siz tashhaduni, ya'ni meni majlisimga kelib, birga mashvarat qilib, bir-birimiz bilan ko'rishib, maslahat qilmaguncha biror bir ishni men kesin qilmayman. Keskin bir ishga qaror bermayman. Sizlar ham bu ishda endi nima qiling? Menga mashvarat qiling, menga maslahat bering deydi. Qalu nahnu ulu quwwati va ulu ba'sin shadid. Haligi zodagonlar, haligi arkoni davlat nima dedi? Darrov biz ulu quvva. Biz kimmiz? Kuchli insonlarimiz. Urushga, boshqasiga mohirmiz. Va ulu ba'sin shadid. Ba'sun degani shiddatul harbi. Ba'sun shiddatul harbi. Va ulu ba'sin shadid degani juda ham urushga, jangga mohirmiz deydi. Demak, ham jismonan quvvatimiz bor, ham urushni qanday qilishni bilamiz. Qanday strategiya qo'llaniladi, qanday taktika qo'llaniladi, ikkisi ham bizda bor. Alhamdulillah, bu tarafdan bizni noqis joyimiz yo'q. Lekin aynan shuni qilasan, urush qilamiz deb turib olishdimi? Yo'q. Malika oqil bo'lgandan keyin arkoni davlat ham oqil. Aytishdiki, val amru ilayki fanzuri maza ta'murin. Lekin biz aytadiganimiz aytdik. Urush qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz hozirmiz. Lekin sen o'zing ish senda qolgan. Ish sizda qolgan. Fanzuri maza ta'murin. Nimaga buyursangiz, shuni o'zingiz o'ylab ko'ravering deydi. Ular demak nimani aytishdi? Versiyalarni tashashdi. Oxirgi so'zni aytishlikni esa malikaga qoldirishdi. Ish shunday bo'ladi. Ish shunday bo'ladi. Xo'p. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha va ja'alu a'izzata ahliha azilla va kazalika yaf'alun. Bilqis aytdiki, sizlar urushga tayyormiz deyapsizlar, lekin Sulaymonning kimligini eshitganmiz. Uning askarini, kuchini, quvvatini eshitganmiz. O'shaning uchun urushga shoshmaymiz. Nimagaki, innal muluka idza dakhalu qaryatan, podshohlar bir qishloqqa kiradigan bo'lsalar, nima qilishadi? Afsaduha. Uni xarob qilishadi. Va ja'alu a'izzata ahliha azilla. Uning az ahlini xor qilishadi. Hech narsa omon qolmaydi. Eng birinchi bu kallasi ketadigan kim? Podshohning o'zi. Demak, undan na qo'l najotda qoladi, na quruq najotda qoladi. Shuning uchun meni boshqa bir taklifim bor dedi. Nima dedi? Inni mursilatun ilayhim bi hadiyya. Biz kelinglar, Sulaymon degan podshohga bir hadiya jo'natib ko'ramiz. Hadiya jo'natib ko'ramiz va ko'ramiz u hadiyani qabul qiladimi, qabul qilmaydimi. Fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Naziratun bu yerda muntaziratun va kutib turamiz. Kutib turamiz, naziratun kutib turamiz. Bima yarji'ul mursalun. Haligi bizning elchilarimiz qanday javob olib kelisharkin, ana shuni nima qilamiz? Kutib turamiz dedi. Ibn Abbos aytadilarki, Bilqis malika qavmiga aytgan narsa, nima uchun hadiya jo'natamiz deyapti desa, in qabilal hadiyata fa huwa malikun faqatiluh va illam yaqbalha fa huwa nabiyyun fattabi'uh demoqchi. Ko'ramiz, agar hadiyani qabul qiladigan bo'lsa, mol va davlatga o'ch bo'ladi, uni qabul qiladigan bo'lsa, demak u dunyo kishisi. Demak u podshoh. Hech qanday payg'ambar emas. Alloh bilan hech qanday aloqasi yo'q. U hamma podshohlarga podshoh. Ular bilan nima qilamiz? Jang qilamiz. Agar hadiyani qabul qilmaydigan bo'lsa, dunyo matohiga uchmaydigan bo'lsa, demak u kim? Demak u payg'ambar. Payg'ambar. U bilan sulh qilamiz, unga yoki ergashamiz dedi. Xo'p. Chunki hadiya bu yerda nomi hadiya bo'lsa ham, laqabi boshqa edi. Yoki laqabi hadiya bo'lsa ham aslida boshqa narsa edi-da. U tuzoq edi. Bilqis malikani odamlari Sulaymon alayhisalomga olib borishadi. Lekin u narsa hadiya emas, balki
Bilqisning qo'ygan bir tuzog'i edi. Chunki insonlarning hayoti dunyodagi taomullari shunday. Podshoh bo'lsa, bo'pti deydi, uni vassala qilib oladi yoki mustamlakasi qilib oladi, pulini olib yuraveradi. Uni hech qanday davlatini, o'tdagi ra'iyatini holati qiziq emas. Lekin payg'ambar bo'lsa unday emas. Payg'ambarga aksi. Payg'ambarga qanday yashasa-yashasin, ularning iymoni bo'lsin, ular musulmon bo'lsin. To'g'rimi? Ana shunday. Shoir aytadiki, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum li'anna al-insana lima yuhsinuhu muti'u deydi. Kama qala ash-sha'ir. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Insonlarga yaxshilik qilsang, ularni qalblariga ega chiqasan. Chunki inson unga yaxshilik qilganiga nimadir muti bo'ladi. Yegan og'iz uyalar o'zbekchasiga. Bilqis shunday qilmoqchi bo'ldi. Demak, Bilqisning elchilari mukofotni olib, hadiyalarni olib, nima qilishdi? Sulaymon alayhisalom oldiga jo'nashdi. Shunda borib ko'rsa, Bilqis kelmabdi. Nima qildi? Taslim bo'lishmabdi, balki hadiya keltirishdi. Shunda aytdilarki, Sulaymon alayhisalom: "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin." Ya bitta oyat qolib ketdi. Falamma ja'a Sulaymana qala atumiddunani bimalin fama atani Allohu khayrun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun dedi. Sulaymon alayhisalomga ja'a Sulaymonga kelgach haligi hadiyalar atumiddunani bimalin, mana mol dunyo bilan aldamoqchimisizlar? Mana mol dunyo bilan chalg'itmoqchimisizlar? Fama atani Allohu khayrun mimma atakum. Alloh taolo menga bergan shuncha mulk davlat borki, uni sizlarga bermagan. Ya'ni mol dunyo borasida meni yo'ldan ura olmaysiz. Chunki Alloh menga bergan narsa sizga bergan narsadan ko'ra yaxshidir. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sizlar unday odamlarki, hadiyangiz, mol dunyoyingiz bilan mag'rur bo'lib, unga xursand bo'ladigan siz insonsiz. Lekin men kimman? Men payg'ambarman. Dedilar, o jahillar chiqdi. Aytdilarki, haliga elchilarga: "Irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha." Ey elchilar, orqangizga qayting. Va borib podshohingizga, malikangizga aytingki, falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Hali biz shunday bir lashkar tortib boramizki, bu lashkarga ularning quvvati yetmaydi. Kuchi yetmaydi. Wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Va biz ularni o'z mamlakatlaridan, o'sha farovon yashab turgan joylaridan hali nima qilib, xor qilib chiqaramiz. Jang qilamiz dedilar. Xo'p. Chunki Alloh taolo mol dunyoni boshqa bandalarga ham berishi mumkin edi-yu, lekin u kishiga nima bergandi? Payg'ambarlik bergandi. Payg'ambarlik bergan edi. Shuning uchun unga qiyo ham boqmadilar va u zotning missiyalari, u zotning vazifalari nima? Davlatlarni vassalga, mustamlaka aylantirish emas. Balki u zotning maqsadlari ularni iymonga keltirish. Shuning uchun nima dedilar? Yo, taslim bo'lib keladi yoki jang qilamiz. Unaqa hadiya bilan aldab qo'yish, boshqa qilish degan narsa yo'q. Ana shunda mufassirlarimiz demak aytadi. Demak haligi elchilar Malika Bilqisni oldiga qaytib borishdi. Vaziyatni tushuntirishdi. Sulaymon alayhisalomni kim, qanday zot ekanlari, u zotning mamlakatlari hammasini aytgandan keyin iloji yo'q Bilqis, Malika va o'zining atrofidagi demak zodagonlar Sulaymon alayhisalom oldiga borishadigan bo'ldi. Taslim bo'lib, borib sulhga rozi bo'lib kelamiz deb yo'lga chiqishdi. Ular yo'lga chiqib hali Sulaymon alayhisalomning davlatlariga yetib kirmaslaridan oldin Sulaymon alayhisalom aytdilarki: "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin." Atrofdagi ins, jin, qush va boshqa barcha o'zlarini
ayollarga aytdilarki, musobaqa e'lon qilaman. Nima? Kim o'sha Bilqisni taxti ravonini o'zi kelmasdan oldin mana shu yerga qo'yib qo'ya oladi dedilar. Ya ayyuhal mal ayyukum ya'tini bi'arshiha. Kim uning taxti ravonini olib keladi, qabla ayyatuni muslimin, o'zlari taslim bo'lib kelishyapti. Ular kelishdan oldin taxti ravonni kim olib kelib qo'ya oladi dedilar. Qala afritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik va inni alayhi laqawiyyun amin. Shunda jinning bir ifriti aytdiki, men sizga ana o'sha taxti ravonni olib kelaman, qabla an taquma min maqamik. Bu majlisni tugatib turishingizgacha o'sha taxti ravon nima bo'ladi? Oldingizda bo'ladi dedi. Hop, ifrit degani al-qawiyyul makir degan. Ifrit degani qawiyyul makir. Demak, Sulaymon alayhisalomni aytganimizdek, qo'l ostilarida jinlar ham xizmatda edi. Ana o'shalarning ichidan eng kuchlisi, eng devi nima dedi? O'shani men olib kelaman dedi. Sulaymon alayhisalom ko'nmadilar. Yo'q, bu vaqt uzoq dedilar. Majlis tugatguncha 1 soat o'tar, 2 soat o'tar. U fursat ko'p dedi. Yana kim bor? Undan da oldin olib kelib beradigan kishi bormi? dedilar. Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Hazrat, men sizga ko'zingizni ochib yumguningiz miqdoricha oldingizga qo'yaman dedi. Oldingizga qo'yaman dedi. Xo'p, kim aytdi? Qala allazi indahu ilmun minal kitabi. Unda kitobdan ilmi bo'lgan kishi. Xo'p, qanday ilm desa, ulamolar aytishganki, bu yerda ham o'sha ilmul laduni va ismi azam deyishgan. İza du'iya bihi ajaba. Ismi azam. Alloh taoloning buyuk bir ismi borki, u bilan duo qilinsa, u bilan tazarru qilinsa, nima qiladi? Alloh taolo duoning ijobat qiladi. Tabiiyki, izni bilan. Demak, Sulaymon alayhisalomning oldilaridagi bu kishi ana shunday bir kishi edi deyshadi. Mufassirlar ba'zilari payg'ambar edi deyshadi. Sulaymon alayhisalomni bilan da'vatga yuborilgan bir payg'ambar edi deyshadi. Ko'p jumhur mufassirlar esa uni vali zot edi deyshadi. Vali zot edi. Ismi azamni Sulaymon alayhisalomdan o'rgangan edi va o'sha duoni ana shu o'rinda qo'llamoqchi bo'ldi. Va aytdiki, Hazrat, ko'zingizni ochib yumgunizcha men nima qilaman? Haligi taxti ravonni oldingizga qo'yaman dedi. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Haqiqatda Sulaymon alayhisalom deyishlarini kutmasdan ko'zlarini shundoq ochib qarasalarki, oldilarida o'sha qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan nima turibdi? Taxtiravon turibdi. Shunda darrov nima qildilar? Mana oldimdagi kishilarni ko'rmaysizmi? Mana kuch-quvvatimni ko'rmaysizmi? Hali hadib ulgurmasindan og'zimdan chiqqanini ravo qilishdi dedilarmi? Yo'q. Darrov ne'matni egasiga nima qildilar? Nisbatini berdilar. Bu mendan emas. Bu Alloh subhanahu va taoloning fazli. Alloh subhanahu va taoloning ikromi. Hech qanday menda kuch-quvvat yo'q. Hada min fadli robbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nima qilishlik uchun? Sinov uchun keldi bu ham. Bu ne'mat bo'lsa, demak bu ham sinov uchun. Meni sinashlik uchunki men unga shukr qila olmaymanmi? Haqqini ado qila olmaymanmi? Am akfur yoki kufroni ne'mat qilamanmi? Va man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi va man kafara fa inna robbi g'aniyyun karim. Kim shukr qilsa o'ziga yaxshi. Kim shukr qilsa Alloh ziyoda qiladi. Kim shukr qilsa u ne'mat o'zi bilan qoladi. Ulamolarimiz aytgandek, ash-shukru saydun lil mafqudi va qaydun lil mavjudi deyshadi. Ash-shukru saydun lil mafqudi qaydun lil mavjudi. Shukr bu
yo'g'ini ovlashlik. Shukr qilgan odam nima qiladi desa, u shukri bilan o'zida yo'q narsani ovlaydi. Ovlaydigan istaydi. Saydun lil mafqudi va qoydun lil mavjudi. Mavjud bo'lgan narsani esa nima qilib qo'yadi? Qaytlab qo'yadi, bog'lab qo'yadi. Shukrning ana shunday xususiyati bor. Demak, shukr qilsa kishi yo'q narsa keladi, bori esa o'zi bilan qoladi. Shuning uchun aytdilarki, kim shukr qilsa, o'ziga yaxshi. Shukr qilmaslik bilan Alloh taoloning mulki kamayib qolmaydi. Va man kafara fa inna robbi g'aniyyun karim. Zotan kim kufroni ne'mat qiladigan bo'lsa, uni qadriga yetmaydigan, uni o'zini rozi qiladigan tarzda ishlatmaydigan, foydalanmaydigan bo'lsa, u o'ziga qiyin qiladi. Zotan Alloh subhanahu va taolo g'aniy va karim zotdir. Behojat zotdir, dedilar. Qala nakkiru laha arshaha. Demak, taxtaravon keldi, turibdi. Ana shu o'rinda Sulaymon alayhisalom uni Bilqis malikani bir aql zakovatini sinab ko'rmoqchi bo'ldilar. Aytdilarki, nakkiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min allazina la yahtadun. Ozgina o'tbotini nakkiru laha degan, ozgina o'tbotini nima qilib qo'ying, o'zgartirib qo'ying. Bir ikkita joyini, rangi nimada, turshi nimada, nimasindir ozgina o'zgartiring, qani ko'ramiz. Nanzur atahtadi topa olaydimi? Mani arshim deydimi? Mani taxtaravonimni am takunu min allazina la yahtadun. Yoki topa olmaydimi? Ya'ni haqiqatda bu mani arshim edi. Bu qanday kelib qoldi? Bunday masofadan shunday kelib qolishi mumkin emas. Demak, bu qila olsa, nima? Payg'ambar qila oladigan ish bo'ladi deb ishonadimi, ishonmaydimi? Ana shuni ko'ramiz dedilar. Falamma ja'at, demak, o'zgartirishdi haligi odamlar va Sulaymon alayhisalom qasrlarni oldiga qo'yib qo'yishdi. Falamma ja'at qila ahakaza arshuki qalat ka'annahu hu va utina al-ilma min qabliha va kunna muslimin. Shunda Bilqis malika demak o'zining ayollari bilan nima qildi? Sulaymon alayhisalomning davlatlariga kirib keldi va qasrni oldida o'zini taxtaravonini ko'rdi. Taxtaravonni ko'rdi. Qila laha, unga aytildiki, ahakaza arshuki, eshitganmiz, seni ham taxtaravoning bor ekan. Shu seni taxtaravoningmi? deb so'rashdi. Shunda Bilqis taxtaravonni o'tini ko'rib nima qildi? Ka'annaha hu. O'shanga o'xshab ketadigan bir taxtaravon ekan. Ha, demak, olib kelib qo'yibsizlar-da, dedi-da, va utinal ilma min qablihi. Dar haqiqat Sulaymonni mana bu kabi ishlar va undan buyuk ishlarga ham ma'rifati, aqli, kuchi, quvvati yetishini bilgan edim. Va kunna muslimin, va unga taslim bo'lgan edik. Tushunaliga? Bu yerda muslimin mo'min musulmon edik emas, balki nima qilgandik? Taslim bo'lgan edik. Sulaymonni do'rug'ini eshitgan edik. Hozir ham endi nima qilib turibmiz? Ko'rib turibmizki, o'zim kelishimdan oldin qasrimga qamab, quflab kelgan nimanimni, taxtaravonimni olib kelib qo'yibdi, dedi. Va saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi. Ha, va saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qawmin kafirin. Una haligi ayolni Allohni qo'yib ibodat qiladigan narsaga bo'lgan e'tiqodi nima qilardi? To'sib turardi. Innaha kanat min qawmin kafirin, chunki u kofir bir qavmdan chiqib kelgan bir malika edi. Ishondi mo'jizaligiga. Lekin hali hamon haligi iymon, ishonch to'liq bo'lmagandi. Uni bu mo'jizani ko'rib %100 iymon keltirib olishda nima to'sib turuvdi? Ma kanat ta'budu min dunillahi. Allohni qo'yib boshqa quyoshga sig'inib yurgani o'sha e'tiqodi qo'ymasdi va bo'lib ham kanat min qawmin kafirin, kofir bir jamiyatda, Allohni tanimas bir jamiyatda o'sib ulg'aygandi. Qila laha dukhulis sarh. Demak, yurib keldi, taxtaravonni ko'rdi. Endi Sulaymon alayhisalomning qasriga kirish kerak. Qila laha udkhulis sarh. Unga nima deyishdi? Udkhulis sarh. Sarh degani qasr. Katta qasrni sarh deydi. Unga qasrga kirgin deyishdi.
Haliga kutib olgan jamoat deylik etsa, qasrga kirgancha deyishdi. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha. Qala innahu sarhun mumarrad min qawarir. Qalat robbi inni zalamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymana lillahi robbil alamin. Unga qasrga kirgan deyshudi. Sulaymon alayhisalomning qasrlari bor edi. O'ziga yarasha bir go'zal va takrorlanmas bir qasr. Qanday qasr edi desa, u shishadan yasalgan qasr edi. Shishadan zinalari-yu, pollari-yu, devorlari-yu shishadan yasalgandi. Hop. O'sha qasrga kirayotganda nima deb o'yladi? Haliga Bilqis malika uni suv deb o'yladi. Lujjatan degani nima? Bir ko'lmak deb o'yladi. Holbuki u qasr edi, tagida ko'lmak edi. Suvni ustiga bunyod qilingan shishadan qurilgan qasr edi. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan. Haliga qasrni ko'rganda u uni ko'lmak suv deb o'yladi. Va kashafat an saqayha. Va nima qildi? Etagini pochasini ko'tardi. Pochasini ko'tardi. U paytda ham uzun kiyishar ekanda. To'g'rimi? O'zini hurmat qilganda uzun kiyadi. Va kashafat an saqayha va boldirini ko'tardi. Chunki suv deb o'yladi. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Ana shu yerda Sulaymon alayhisalom chiqib kelib aytdilarki, ey Bilqis malika, bu suv emas, balki bu nimadan shishalardan qurilgan saroydir dedilar. Sarhun mumarradun degani min qawarir, ya'ni nimalardan? O'sha billurlardan, shishalardan tekislanib ishlangan qasrdir dedi. Ana shu yerda Bilqis malikani nima qildi? Barcha kufri, barcha qalbidagi qaysarligi boshqasi ketdi-da va bu ishlarga qodir faqatgina payg'ambar bo'lishi mumkin. Va bu ishlar mo'jiza va bu ishlar nubuvvat alomati deb bildi. Oldin ham eshitib kelardi, sekin nima qildi? Bu narsalar faqat payg'ambar qo'ldan kelishligi mumkinligi, buncha saltanatni Alloh taolo faqat payg'ambariga berishi mumkinligi. Bu narsalar faqatgina moddiy ishlar bilan emas, balki u yerda ilohiy bir tadbir bor ekanligini bildi. Va aytdiki, inni zalamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymana lillahi robbil alamin. Men nafsimga zulm qilib yurgan ekanman. Allohdan o'zgaga ibodat qilib yurgan ekanman. Ana endi Sulaymon alayhisalomning qo'lida olamlarning Robbiga iymon keltirdim dedi va musulmon bo'ldi. Hop. Demak, mana bu Sulaymon alayhisalom va Bilqis malika o'rtasida bo'lib o'tgan bir hodisa, voqea edi. Mana bu hodisa voqeani faqatgina mazza qilib eshitib qo'ymaymiz, balki undan ibrat olishimiz kerak. O'zimizga dars olishimiz kerak. Xo'p, demak, oladigan darslarimiz shuki, Alloh subhanahu va taolo o'zi Davud va Sulaymon alayhisalomlarga buyuk ne'matlar bergan edi. Va ular bu buyuk ne'matlarni muqobilini joyiga keltirib, o'rniga keltirib ado qilishar edi. O'ziga berilgan bu mol va davlat ularni o'zligidan, banda ekanligidan toydirib yormadi. Balki Alloh taologa yanada yaqin qildi. Demak, mol va davlat Alloh taolo bilan o'rtadagi munosabatga aslida tushmash kerak. Alloh taolo bilan o'rtadagi munosabat, mol davlat u vosita. U bo'lishligi ham, bo'lmasligi ham nima qilmash kerak? Kishini iymoniga putur yetkazmash kerak. Payg'ambar bo'lib, podshoh bo'lib turib ham nima bo'lishi mumkin? Eng mahbub banda, Alloh taoloning eng suyukli quli bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda ko'pchiligimizni, ko'p insonlarni mol davlat nima qiladi? Izdan chiqarib yuboradi. Birinchi bo'lib kesiladigan narsa Alloh subhanahu va taolo bilan aloqasi bo'ladi. Mana bu qissa bilan o'zidan oldingi qissa, Musa alayhisalom va Fir'avn qissasini solishtirib ko'radigan bo'lsak.
Fir'avnda ham ana shunday buyuk quvvat, buyuk saltanat jam bo'lgandan keyin nima qildi? Adashib ketdi. Toyilib ketdi. Toyilib ketdi. Ko'tara olmadi. Bugun til bilan aytganda. Lekin ana shunday mol davlat, balki undan da ko'pi kimga? Sulaymon alayhisalomga berilgan edi. U zot uni o'rniga keltirdilar. Bir oni ham bu mol va davlat nima qilmadi? Chalg'itmadi. Chalg'itmadi. Balki har ko'rganda, har eslaganda Alloh subhanahu va taologa hamd aytishardi. Endi bugungi kunda faqat nima Sulaymonlikni da'vo qiladiganlar ko'p. Da oxir Fir'avn bo'lib chiqadi. Nima deymiz? Menga Alloh taolo mol davlat bersa, unday ihson qilaraman, bunday ihson qilaraman, falon narsalar qilaraman deymiz a? Yoki shundayni eshitganmiz ko'p. Holbuki nima bo'ladi? Unday bo'lmaydi. Mol davlat yuki og'ir yigitlar. Saltanatni yuki og'ir. Unga hamma ham dosh bera olmaydi. Abu Zar G'iforiy rahmatullohi alayh radhiyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga kelib aytdilar-ku, ya Rasululloh, meni ham omil qiling. Ya'ni vali qilib qo'ying dedilar. Vali qilib qo'ying. Shunda Nabiy alayhisolatu vasallam nima dedilar? Ya Abu Zarrin innaka da'if dedilar. Ey Abu Zar, sen zaifsan dedilar. Jism o'laroq emas, balki unga katta qat'iyat kerak. Unga katta nima kerak? Salobat kerak. Unga katta iymon kerak. Unga katta narsa kerak. Demak, yigitlar, hamma ham mol va davlatga nima bo'la olmaydi? Salohiyatli bo'lolmaydi. Va salohiyatli bo'lganlarni ham ko'pi Alloh taolo bilan aloqasi o'shanday qolmaydi. Qo'lda kuch boshqa jamlangandan keyin u eng oxir bor nima deydi? Ana robbukumul a'la deydi. Fir'avnga o'xshab, eng katta Robbingiz menman deydi. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ham bir qancha oyatlarda agar insonlarga istagan narsasini berib bersak edi, la bag'aw fil ardi deydi. Yerda nima mustabid bo'lib ketardilar. Diktator bo'lib ketardilar. Yerda buzg'unchi bo'lib ketardilar deydi. Walakin nunazziluha biqadar. Balki biz uni nima qilamiz? Shuning uchun miqdor bilan insonlarga beramiz. O'shaning uchun mol davlat saodat belgisi emas. Mol davlat kishining iymonining alomati emas. Balki mol davlat nima u desa, u kishisining, sohibining boshiga kelgan katta imtihon. Tushunaliga? Katta imtihon. Xo'p. Sulaymon alayhisalom, demak, o'tgan qissadan ko'rishimiz mumkinki, o'zlarining mamlakatlarini 3 narsaga barpo qilgan edilar. 3 narsaga barpo qilgan edilar. Va Alloh taolo ana shu 3 ta imkoniyatni u kishiga mujassam qilib bergandi. Birinchisi nubuvvat va Alloh taologa iymon keltirish. Haliga aytganimizdek, u Sabo malikasi bilan diplomatik munosabat qilgan bo'lsalar, ulardan bir narsa undirish uchun emas, balki ularni iymonga keltirish uchun edi. Innahu min Sulaymana innahu bismillahir rohmanir rohim alla ta'alu alayhi va atuni muslimin. Birinchisi, demak, Sulaymon alayhisalomning davlatchiliklaridan, davlat qurishlaridan maqsad bu imkoni boricha islom bayrog'ini uzoqlarga yetkazish, kishilarga qalbiga iymon yetkazish edi. Ikkinchisi esa ilm. Va laqad atayna Davuda va Sulaymana ilma. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu davlatda, bu katta imperiyani yurg'izishlik uchun nima qilgan edi? U kishiga ilm bergandi. Demak, katta davlat, saltanat bor, lekin uni yurg'izish uchun, uni tadbiri uchun ilm bo'lmasa, u ham bo'lmaydi. Xo'p, uchinchisi esa nima bergandi? Quvvat bergandi. Hushara li Sulaymana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Saf askarlari, lashkarlari bor edi. Yoki haliga Sabodan kelgan elchilar nima dedilar? Irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Hali shunday lashkar tortib boramanki, unga tur bera olmaydi, unga chida olmaydi dedilar. Demak, quvvat ham bor edi.
ilmni o'zi yetarli emas. Balki unga badaniy, jasadiy quvvat ham kerak. Xuddi shu ilohiy qo'llov, badaniy, moddiy chidamlilik va quvvat va ilm va hikmat, farosat, mana bu uchlik oltin uchlik. Xuddi shuni kechagi suramizda, xatmda o'qigan suramizda ham o'qidik. Kimga berilgandi? Tolutga. Tolutga nima deyishdi? Ey Musa, bizga bir qo'mondon bersang, borib Jolut bilan jang qilib kelamiz deyshudi. Innalloh ba'atha lakum Taluta malika. Talutni berdi. Podshoh qilib berdi dedi. Qalu anna yakun lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Qala inna Alloh astafahu alaykum. Nima dedi? Wa zadakum alayhi bastatan fil ilmi wal jism. Yo'q, to'g'ri, uni mol davlati bo'lmasa ham, ya'ni ichinglarda oldin qo'mondon bo'lib, podshohlik yoki vazirlik qilib yurgan bo'lmasa ham, lekin Alloh taolo unga nima qildi? O'zi tanlab oldi. Va zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Va unga ilmda va jismda quvvat, qudrat berdi. Demak, mana bu uchlik ilohiy tavfiq va kuchlik moddiy resurs va ilm va hikmat tadbir. Sulaymon alayhisalomda ana shular berilgan edi. Xo'p. Keyingi oladigan yana foydamiz shuki, Sulaymon alayhisalom nima edi? Juda ham sergak bir podshoh edilar. Sergak podshoh edilar. Doim nima? O'zlari lashkarlarini, askarlarini tafaqqud qilardilar. Tafaqqud nima dedik? Ko'zdan kechirib, izlab, kim bor, kim yo'q, kim kasal, kim sog'lom deb yurar edilar. Qurtubiy rahmatulloh alayh aytadilarki, fi hadhihi al-ayati dalilun ala tafaqqud al-imami ahwal ra'iyatihi wal muhafazati alayhim. Demak, mana bu Sulaymon alayhisalomning bu ishlaridan shuni dars qilib olamizki, demak, podshoh nima bo'lish kerak? Doim o'zining ra'iyatidan xabardor bo'lish kerak. Ularning hol ahvolidan xabardor bo'lish kerak. Hazrat Umar aytganlaridek, agar Sanoning bir chekkasida bir tuya yiqilib, toyilib ketadigan bo'lsa, uni men o'zim undan mas'ul deb bilaman. Chunki o'sha yo'lni men to'g'rilab qo'ymaganman, derdilar. Demak, podshoh bo'lsa, ra'iyati bo'ladigan bo'lsa, uni holidan xabar olishlik unga farz bo'ladi. Keyingisi yana aytibdiki, Sulaymon alayhisalom, demak, ham tekshirib turar edilar, ham o'zlari qarab turar edilar va jiddiy edilar. Hazimun fi amrihi. Hazim degani ishlarda pishiq, puxta, sergak va cho'rt kesar edilar. Hudhud izn so'ramasdan nima qildi? Yo'q bo'lib qolgandi. Darrov nima dedilar? La u'azzibannahu aw la azbahannahu dedilar. Hali nima qilaman? Ko'rsatib qo'yaman unga dedilar. Yo nima qilaman? U'azzibannahu, yo azoblayman yoki bir to'la pishti qilib qo'ya qolaman dedilar. Tushundiga? Shundan ulamolarimiz aytadiki, demak, ra'iyat ustidagi kishiga nima qilish kerak? Hazim bo'lish kerak. Qattiq qo'l bo'lish kerak, undoq aytsa. Ki kishilarni o'zini holiga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Amirul Mu'minin Usmon ibn Affon aytgan ekanlarki, innalloha la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-Qur'ani. Alloh subhanahu va taolo inson tabiatini shunday yaratganki, Qur'on bilan cheklab bo'lmas narsalarni sulton bilan cheklab qo'yadi deganlar. Ya'ni Qur'onni o'zi bilan gapga kirmaydigan odamlarni sulton bilan gapga kirgizib qo'yadi deydilar. Kishilarni o'ziga qolsa, namoz ham o'qimaydi, o'ziga qolsa zakotini bermaydi, o'ziga qolsa fahshga botib yuraveradi. Lekin gohida Alloh taolo haq sultonlari bilan nima qiladi? Sulton bilan kishilarni dinga kirgizadi yoki dinda ushab turadi. Shuning uchun Sulaymon alayhisalom ham qattiq qo'l va adolatli podshoh edilar.
Yana Sulaymon alayhissalomda shu xislat bor edi. Hattoki u kishini oldilarida eng kichik askar ham nima qila olardi? So'z ayta olardi. Hudhud yo'qolib qoldi. Yoki ta'zirini bermadi yoki o'ldirib yuboraman dedilar. Lekin Hudhud nima qildi? Kelib o'zini dardini, o'zini arzini ayta oldi. To'g'rimi? Ya'ni nima deydi? Do'ppisida sallasini olib keladi deydi-ku. Atrofdagilar ham unaqa emas ekanda. Hudhudni o'zligi dab qilib qo'yishmabdi, gundon qilib yuborishmabdi. Balki kelib, podshohga o'zing tushuntir deyishganda, Hudhud yo'q bo'lib qolish sababini aytibdi. Bu yerda Sulaymon alayhissalomning adolatlari ko'rinadi. Hali qattiq qo'l dedik, to'g'rimi? Qattiq qo'llik degan adolatsiz degani emas. Orasida farq bor. Qattiq qo'llik boshqa, adolat boshqa. U kishi qattiq qo'l edilar, lekin zolim emas edilar. Adolatli edilar. Kelib qolganda darrov jallod demadilar, balki nima uchun kelmading, nima uchun yo'q bo'lding. Shunday bo'ladi, gapni ko'paytirma demadilar. Balki eshitib, to'xta, shunaqami? Qani yana bitta borgin, mana bu maktubni olib borgin deb ishondilar unga. Va haqiqatda ish etganlardek bo'lib chiqdi. Agar uni gapiga quloq solmaganlarda nima bo'lardi? U yerda bir shuncha odam iymonsiz, dinsiz qolib ketaverardi. Xo'p. Shuning uchun aytishgan ekanki, adolatli jamiyatda la yuhanu fiha as-saghiru va la yuzlimu fiha al-kabiru deyishgan ekan. Adolatli jamiyatda kichiklar xorlanmaydi, kattalar esa zodagonlar bo'lsin, ular zulm qilmaydi deyishgan ekan. Balki hammasi o'z o'rnida. Kichiklarning kichikligi ularni haqqidan poymol qilish degani emas. Yoki haligi katta mol davlat egalari yoki mansab egalari esa boshqalarning haqqini poymol qilish kerak degani emas. Balki kichiklar ehtirom qilinadi, kattalar esa zulm qilmaydi deyishgan ekan. Xo'p. Va Alloh subhanahu va taolo bu yer yuzini va insonlarni nimaga hokim va mahkum bo'lib yashashlarini to'g'ri deb bildi va shu qonunni joriy qildi. Doimo katta bir kichik jamiyat bo'lsin, albatta u yerda hokim bo'ladi va mahkum bo'ladi. Bu yomon narsa emas. Hattoki aqida masalalariga kiritilgan hokimlik masalasi bizda ahli sunnaga hokimga xuruj qilish, hokimni tayinlashlik, raiyat uning haqlari va burchlari, hokimning haqlari va burchlari ularni bayon qilinganki, insonlarning hayotimizdagi ishimiz ana shu sistema orqali yuradi. Va eng oxirgi oladigan bu oyatdan bizning foydalar juda ham ko'p, istifodalarimiz. Xo'p, hadiya demak nima bo'lishi kerak? Xolis bo'lsagina qabul qilinishi kerak. Bilqis hadiya jo'natuvdi, lekin u aslida nima edi? Tuzoq edi. Agar Sulaymon alayhissalom nima? Bu hadiya ekan, qabul qilib qo'yamiz deganlarda o'tda to'g'ri ish bo'lmasdi. Chunki u tuzoq edi va u pora edi. Rishvat edi. Hadiya qabul qilinadiki, qachonki uning muqobili bo'lmasa. Nabiy alayhisolatu vasallam bir kishini bir qabilalardan jizyani yig'ib kelishlikka mas'ul, zakotni yig'ib kelishga mas'ul qiladilar. Shunda bir safar o'sha omil zakotni yig'ib kelishlikka mas'ul bo'lgan kishi kelsa bir dunyo narsa bilan keladi va aytadiki, mana bu baytul molliki, buni esa menga berishdi deydi. Haligi omil. Shunda Rasululloh aytadilarki, agar sen otangni uyda o'tirganda ham shu hadiyani senga berisharmidi dedilar. Yo'q deydi. Ayumasam bu sen uchun poradir, rishvatdir dedilar. Keyin boshqatdan hisoblatadilar zakotni. Tushunaliga? Demak, bugungi kunda nomi hadiya bo'lishi mumkin yigitlar. Lekin uni orqasida qandaydir tamalar bo'lishi mumkin. U narsani olish harom bo'ladi, halol bo'lmaydi. Va Sulaymon alayhissalom ham bu narsani yaxshi bilar edilar. Shuning uchun uni qabul qilmadilar. Chunki payg'ambar buni qabul qilib, Allohning dinidan yetkazishdan qolishligi mumkin emasdi. Balki qaytardilar. Ana shu bilan
Sulaymon alayhissalom va Saba xalqi o'rtasidagi ish nihoyasiga yetadi. Demak, hammalari musulmon bo'lishadi, islomlari go'zal bo'ladi. Va Sulaymon alayhissalom malikani ham, xalqini ham, boshqasini ham tek qo'yib yuboradilar. Modomiki iymonga, islomga kirib, musulmon bo'lib yursanglar, hech qanday narsa yo'q deb qo'yib yuboradilar. Tushunarligi? Xo'p, bugungi kunda endi hozir aytyapmiz Sulaymon alayhissalomni o'tgan suhbatda aytganimizdek, yahudiylar podshoh deb biladi, payg'ambar deb bilmaydi. Nasroniylar ham, yahudiylar ham. Va yahudiylik tarixida eng katta saltanatni haqiqatda Sulaymon alayhissalom boshqarganlar. Bugungi kundagi o'sha Shom, Baytul Maqdis yerlari Sulaymon alayhissalom eng katta yahudiy davlatini qurgan zotdirlar. Va u kishi o'sha yillarda Baytul Maqdisda katta bir ibodatxona quradilar. Katta bir ibodatxona quradilar. Va u uzoq yillar, 500 yildan oshiq yahudiylarni, xuddiki bizni muqaddas makonimiz Makka, Madina bo'lgandek, yahudlarning muqaddas makoni bo'lib keladi. Demak, voqealar miloddan avvalgi 900 yil, 1000 yil atrofida bo'lgan ishlar deyapmiz. Miloddan avvalgi 500-yillarga kelib, Bobil podshohi Buxtanassar degan podshoh yahudlarni anchasini qirib yuboradi. Va o'sha Sulaymon alayhissalomdan qolib ketayotgan ma'bad ibodatxonani ham buzib yuboradi. Keyin Buxtanassardan keyin yahudlar surgun bo'ladi, boshqa bo'ladi va yana o'sha Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom yashagan joyga yana bir ibodatxona qurishadi. Va u ibodatxona ham ancha yil turadi va milodiy 70-yilda Rum imperiyasi yana u joyni buzib tashlaydi. U ibodatxona mutlaq yo'q qilib tashlaydi. Bu qachon ekan? Milodiy 70. 500 yilcha oldin Buxtanassar buzdi. Undan 500 yil oldin qurildi. Ana o'shandan beri Baytul Maqdisda hech qanday yahudiylarning ibodatxonasi yo'q. Hech qanday yahudiylarning ibodatxonasi yo'q. Lekin ularning da'vosi bor. Emishki, Tavrotida bir ikkita oyatlarni dalil qiladiki, ularga oxirgi zamonda o'sha Sulaymon alayhissalomni qabrlari va o'sha ma'badlarini yana tiklanadi va u yerda buyuk yahudiy davlatchiligi bo'ladi degan ularning da'vosi bor. Shuning uchun bugungi kundagi bu sionizm harakati u yerlarga yopishishligining sababidan bitta sabab shu. Bizni ota-bobomiz qurib ketgan, Sulaymon alayhissalom qurib ketgan haykal, ma'bad bor. Biz o'shani qaytib olishimiz kerak. U bizni tarixiy haqqimiz deydi. Tushunarligi? Lekin u narsadan na bir qasr, na bir devor boshqa emas, balki hech balo qolmagan. Faqatgina quruq da'vo. Va kerak bo'lsa shuning uchun u Qubbatus Sahro yoki Masjidul Aqsoni buzishga ular oshifdaki, tegidan biror narsa chiqadi. Tegida o'sha eski ma'badning toshlari saqlanib qolgan. O'shani bizni Sulaymon alayhissalom qurib bergan ma'badning asoslari, shuning uchun biz haqlimiz degan da'vosi bor. Tushunarligi? Lekin hech qanday unday narsa qolmagan. Faqatgina o'sha yig'i devor degan bitta devor qolgan. U ham ancha yillardan keyin qurilgan narsa. Tushunarligi? Bu borada hozir yahudiy jamoati 3 xil fikrda. Bitta toifasi, ularning bitta toifasi, o'sha mutaassib toifasi o'sha ma'badni qaytadan qurishimiz kerak. O'sha ma'bad qurilsa, keyin bizni najotkor, solih kishi paydo bo'ladi. Ana o'shanda Isroil davlati tamomiga yetadi va biz butun xalqlarning ustidan hukmronlik qilamiz deydi. Ikkinchi diniy toifasi aytadiki, yo'q, bu yerlar zotan muqaddas yerlar. U ma'bad topilsa topilmasa biz shu yerda qolamiz. Bizning eski payg'ambarlarimiz shu yerda yashab o'tgan deydi. Uchinchi toifasi esa bugungi kuch ishlatar tizimi, liberal yahudiylar esa bu yerda davlatchilik qurmoqchi. Hech qanday diniy motiv, diniy xususiyat aralash shart emas. Isroil bir davlati. Xoh diniy aloqalari bo'lsin, xoh aloqalari
bo'lmasin. Tushunarlimi? Ana shuning uchun bugungi kunda ko'rilayotgan narsalarda ularda shunday diniy da'volari bor. Puch da'volar. Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rohim.